Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hürmetli Türk dünyası ve bilhusus Güney Türkistan'daki Afgan degen taifelerden zacir görgen millet. Uykudan törkelingizler o Türk millet. Kaçan kaçaysızlar. Ata babalarınızın kuludan, ata babalarınızın gulamıdan, ata babalarınızın astıda yatkan taifeden zacir göresizleringiz ve bugün bular sizlerini hatta inki cebren kafir kılayaptır. Her kimi ki öz tilinden inkar kılsa, öz tilige yazmasa ol vakian Müslüman emas. Ve sizler mecbursizleringiz afsus ki bazı özlerini Müslüman algan talip namıga kelgen özbekler hem kafir bolayaptır. Olardı tilini cebren Afganlar alayaptır. Agar olar Müslüman bolsa şunday jim toktap turama. Herkes jim toktamaydı. Türkiye'ger Türkistan'ın bölüş sizlerge lazım boldu. Bular eskiden hem sizlerdi anlatıp kelayakan. Bu maktebni bugün maktebleringizni bandledi, kapak kıldı. O yerden sizlerdi canlarınızdı hem aladı. Bular Müslüman emas. Agar Müslüman bolsa sizler آیا این سخن تعجب میکنی؟ namazga و mastaraf میخندید و گریه نمیکنی؟ شما از حقایق غافلی. اوست پروردگار Müslüman ستاره kallesi var, شعران. sakalı var. قیامت نزدیک شد. Agar کسی جز خداوند Avvan bolgan آشکارش dedi, نکن. onu kafir dedi. آیا از این سخن Bu تعجب Müslümanlar میکنی؟ و میخندید و گریه نمیکنی؟ bilkul ahmakat. شما از حقایق غافلی. اوست Buna yazıptı, nime dep yazıptı? Çiznagu talib asta, der nasıl piştun asta. Çiznagu talib asta, der nasıl piştun asta. Çünkü habzer afşar bud, aknun varzish kun asta. Gar in varzish gayr piştun, baz anha kafir asta. Çünkü kari piştunha rava şer'i asta. Her ki narava goyan kuştanaş rava asta. Çünkü nasıl püştuni Xuda şer'i saz asta. Buladı Molla gaybatını raviyetleri ay Türkler, Türkenler nima deb yana birta yozibdiki, haqiqatda bu o'zbek toliblarda g'ayrat bo'lsa, Afg'onlarni so'ziga ketib, tilidan inkor qilib kofir bo'lama. Agar chandiki toliblardan hanuz hech qaysisi tilidan inkor qilgan emas, bazahir, ammo haqiqatda bular tilidan inkor qilibdi. Agar tilidan inkor qilmasa, maktabdan bularni tilini chiqartib tashladi va lavhani buzdi. Munashul tildan inkor qilmoq. Bular g'ayrat bularda yo'q. Shu sababdan bir aytgan ekanki, Molla baba tiring xotin bo'lib uyda turing. Bular vaqan xotindan ham battar. Xotin ko'p yaxshi xotinga tavhin bo'lmasin. Xotin avrat tug'ib beradi. Bular ondan ham yomon. Yana bular musulmon emas. Tilidan har kimki tilidan inkor qildi, musulmon emas ular. So'ziga ketib tilidan inkor qilib kofir bo'lama. Afg'onlardan gila shikvamiz yo'q. Çünkü ular bizde eski düşmanımız.
Ama o'zbek taliblar lavhalarini tushirgan uchun jim to'xtab turishlari va ses chiqarmagan uchun bilinadiki, lavhaning afg'onlar tushirganiga bular xo'sh bo'pti. Har kimiki xo'sh bo'lsa, u musulmon emas. Yana tilini yo'qligiga, har kimiki tilini yo'q bo'lishiga xo'sh bo'lsa, Tengri Taolaga duch kelgan bo'ladi, muqobil bo'lgan bo'ladi. Ki sen bu tilni nima uchun xalq qilding? Ki bizlar seni bu tuzagan tilingni muqobiliga qiyam qilibmiz, bu tilni yo'qotamiz degani bo'ladi. Ki shu uchun o'zbek toliblari ham afg'onlarga qo'shilib kofir bo'ldi. Har kimiki tolibni o'ltirsa g'ozi bo'ladi, tolib qo'lidan o'lsa shahid bo'ladi. Mana shunday guruhlarga kelgan ekan, o'qib berdim. Yana bunisini ham o'qib berayin. Nima debdi? Turkmensiz Turkiy yozing, zid pashtunlarga yozing, Nodir Afshar chiqqandi, ko'p yomonlablar yozing. Babangiz ko'p berib, babangizga ko'p berib, afg'on bo'lgandi yozing. Babangizga ko'p berib, afg'on bo'lganga yozing. Nodir Afshar Ahmad Shah Abdalini 15 yoshida olib borib edi. So'ng Ahmad Shah baba o'zini padari afg'on deb afg'on ot qo'ydi. Yozing, turkmeni yozing, Turkiston tilida yozing. Turk barisi kibir turk nala qilganga yozing. Nodir Afsharga berib, fig'on bo'lganga yozing. Nodir Afsharga berib, fig'on qilganga yozing. Mana shularni qarang, haqiqatda bular agar musulmon bo'lsa, Alloh taborak va taolo har millatning dunyoga keltiribdi. Ularni tilini Alloh beribdi. Chunki shu'uban va qabaila li ta'arafu deydi. Bular aytadi, yo'q. Ay Xudo, sen hisob qilsan, li ta'arafu o'zbek emas, li ta'arafu pushtunlarni li ta'arafu debdi degan gaplarni aytib Xudoga e'tiroz qiladi. Shu sababdan to'rkanglar qiyomi umumi sizlarga lozim bo'lgan, qiyom qilar bu millat, bu xoin millatlarning muqobiliga. Bu yerda ham yana yozibdiki, birta yozibdi, qo'q o'tni qancha pilesiz ki shuncha joynaydi ki inshaalloh bundan buyoq o'zbek turklarimiz o'zlarining tili uchun bundan ham ko'proq tez bo'ladi. Bo'lish haqlari bor. Chunki tilni bizga Tengri Taolo bergan bir tildir ki shu uchun Alloh taolo insonlarni Qur'oni Karimda tushirib inson bo'lganlarga dediki, hay insonlar, agar inson bo'lsalaring ki shu'uban va qabaila qilib men sizlarni dunyoga keltirdim dedi. Agar Taliban va pushtunlar bilan bo'lganlar shoyat bu oyati karima shu'uban va qabailaga qo'shilmaganlar. Agar ular inson bo'lsa edi, tushungicha edi, o'z tillariga hurmat qilgicha edi, bundan bilinadi afg'on bilan bo'lgan o'zbeklar inson emas ekan. Agar inson bo'lsa edi, o'zbekcha tilida
bo'lgan lavha yozmalarining tushirib Qur'oni Karim oyatidan inkor qilganday bo'lib kofir bo'lmagicha edilar. Ki kofirlarning ustiga jihad qilmoq farz bo'ladi. Ki zamonaviy insonlarni o'zlari tiriga o'qigani va gaplashgani qo'ymasa, ki o'zbeklarning ustiga lozim bo'lgan ki ular bilan o zolimlar bilan jihad qilsinlar. Hattoki Qur'oni Karimda oyati karimasi Shu'ban va qabaylaning bular qabul qilmaydilar ekan. Bular qabul qilmaydi ekan. Onun o'ltirmak, bu Qur'oni Karimdan inkor qilganlarni o'ltirmak o'zbeklarga farz bo'lgan. Ay o'zbeklar, bu zolimlar, bu kofirlarning muqobiliga jihad qilinglar. Chunki Qur'oni Karimni bir oyatidan har kim inkor qiladi ki qanday afg'onlar va o'zbek toliblar Qur'oni Karimni Shu'ban va qabayla oyatidan inkor qilib o'zbeklarning qavm va qabilasini, tillarini, joy yurtlarini tortib olayaptir. Bular bilan sizlar jihad qilsalaring, sizlar o'lsalaring shahid bo'lasizlaring. Ular o'lsa murdor bo'ladi. Ay turklar, to'rkanglar, kofirlar bilan jihad qilinglar. Bular kofirdan ham battar.